Bolajonlar, bugun odobnoma darsimizda biz siz bilan ona yuragi mavzusida gaplashamiz. Endi qarang, bolajonlar, sizlar uchun mana bunaqa shakl tayyorlab keldim. Bu qanaqa shakl, bolajonlar? Bu yurak shakli. Bolajonlar, tasavvur qilamiz, bu har birimizning onamizning yuragi deb tasavvur qilamiz. Endi bolajonlar, onamning yuragini biz ba'zida bilib bilmasdan xafa qilib qo'yamiz, ranjitib qo'yamiz, to'g'rimi? Bolajonlar, aytingchi, qachon onamizning yuragi xafa bo'ladi, ranjiydi? Qachon xafa bo'ladi oyingiz? Nima qilsak xafa bo'ladi? Kim aytadi? Nima qilsak onamiz xafa bo'ladi? Muhammad Iso. Xafa qarang, xafa qilib qo'ysangiz onangiz yuragi mana shunaqa parchalanadi. Yurak xuruj ahvolga keldimi? Yana nima qilsak onamizning yuragi parchalanadi? Nima demoqchi? Mana yomon gapirsak mana. Yana onamiz yuragi parchalandi. Yana nima qilsak onamiz yuragi og'riydi, parchalanadi. To'polon qilsak mana des Imron, barakalloh. Mana to'polon qildik, mana yuragi onamiz yuragi yana parchalandi. Onamiz sochidan tortsak mana yana parchalandi. Yana nima? Tishlasami? Mayli, onamiz bilib bilmay tishlab qo'ysak mana onam yuragi qalbi vayron bo'ldi, parcha bo'ldi. Yana nima qilsak? Yana nima qilsak onamiz xafa bo'ladi. O'ylab ko'ring. Nima qilsangiz? Onamiz bilib bilmay urib qo'ysak mana onamiz yuragi yana. Voy jonim, yana nima qilsak onamiz xafa bo'ladi. Yana nima qilsak onamiz? Baqirsak. Mana darslarimizni qo'llasak. Oyimizga baqirsak, sansurasak, ko'p telefon o'ynasak ham xafa bo'ladimi? Mana xafa bo'ladi, ko'p telefon o'ynasak. Uyga vazifamiz qilmasak onamiz xafa bo'ladimi? Xafa bo'ladi. Ikki oy yana ham xafa bo'ldi. Muhammad Amin, oyingiz yana qachon xafa bo'lishi mumkin, Hasanim? Yana nima uchun onamiz xafa bo'ladi? Qaranglar, shunaqa yomon ishlar qilsak, oyisini yomon mana ko'p telefon ko'rganimizda qornimiz, ko'zimiz og'rib, mana onamiz yuragi qarang. Boya qanaqa shaklda edi-yu, onamiz yuragi hozir qanaqa shaklda? Boya chiroylimidi, hozir chiroylimidi? Qarang bolajonlar, to'ppa-to'g'ri. Qarang, yurak shaklimiz boya chiroylimidi yoki hozir chiroylimi? Nima deysiz? Yuragimiz boya butun edi, chiroyli edi, lekin biz ko'p telefon ko'rib, dars qilmasdan, ikki olib, yomon baholarga o'qib, qattiq gaplarni gapirib, oyimizning yuragini o'zimiz bilib, bilmagan holda mana shunday xunuk ahvolga olib keldik, bolajonlar. Endi nima qilishimiz kerak? Endi bu ahvol bilan yashab bo'ladimi? To'ppa-to'g'ri. Mana shu yurak bilan odam yashay oladimi? Yo'q. Onamiz bunday yurak bilan yashay olmaydi. Endi nima qilishimiz kerak? Yurakni tezda to'g'rilashimiz kerak. Buning uchun nima qilsak bo'ladi? To'g'ri omilni qandoq qilyapti? Nima qilsak onamizning yuragi to'ppa-to'g'ri onamizga yordam bersak. Endi bolajonlar, mana qarang, onamiz yuragi vayron bo'lgan. Mana unda qancha yirtiqlar bor, qancha xunuk chandiqlar bor. Endi biz onamiz yuragini nima qilishimiz kerak? Davolashimiz kerak. Yuragini tiklashimiz kerak. Endi bolajonlar, sizlarga savol beraman. Nima qilsak onamizning yuragi tiklanadi? Nima qilsak onamizning yuragini davolagan beramiz? Shifo, onamizning qalbiga, yuragiga shifo bergan bo'lamiz. Keling qizim. Onamizga yordam bersak, mana shu tiklaymiz bola. Barakalloh. Ana qarang, yuragimiz o'zgardimi? Bittaga o'zgardi. Endi yana nima qilsak? Qani onamizni hurmat qilsak, mana bitta yirtilgan yuragini tiklaymiz. Nima qilsak Muhammad Amin onamiz xursand bo'ladi? Gul bersak. Barakalloh, onamizga gul bersak, keling Muhammad. Ana, barakalloh. Ona bersak, keling Aysha qizim. Yana bitta mana bu yerda chandiqni o'rnini bekitamiz. Keling, mana bu yerda bekiting. Ana, tiklayapmiz, shifo qilyapsiz oyingizga, to'g'rimi? Barakalloh, Osiyo.
onamiz xursand bo'ladi. Ana, yaxshi yapsan. Keling qizim, onamizga yordam bersak. Barakalloh. Keling qizim, onamizni qo'lidan o'psak, pulidan o'psak. Mana bu yerga yamab qo'yamiz. Keling bolam. To'polon qilmasin. Onamizni jo'natsin. Endi bolajonlar, bir eslab ko'ring. Boya yuragimiz qanaqa shaklda edi? Juda ham abgor ahvolda edi. U ko'p joylardan yirtilgan, singan edi. Lekin biz uni o'zimizning chiroyli tarbiyamiz, a'lo yutuqlarimiz bilan, yordamimiz bilan onamizning yuragida qanday chiroyli holatga keltirganimizni ko'rdingizmi? Bolajonlar, endi hammamiz shu kundan boshlab o'zimizga va'da beramiz. Doim onamizga yaxshi gapirib, ishlariga yordam berib, doim onamizning yuragini mana shunday chiroyli holatda saqlashga va'da beramizmi?